Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Koson tuman axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga Chingiz Aytmatov qalamiga mansub Qiyomat romanini taqdim etadi. So'nggi 100 yillikning dunyoga mashhur romanlardan biri Qiyomat romani ilk marotaba 1986-yilda rus tilida nashr etilgan. Bir oz o'tib ruschadan qirg'izchaga tarjima qilingan. U 1988-yilda Sharq yulduzining 8, 9, 10 sonlarida chop etilgan. Chingiz Aytmatovning Qiyomat romani zamonaviy adabiyotda inson va jamiyat munosabatlarini chuqur falsafiy nuqtai nazardan yoritib bergan asarlardan biri hisoblanadi. Ushbu roman orqali muallif insonning ma'naviy tanazzuli, tabiatga nisbatan shafqatsiz munosabati va ruhiy iztiroblarni keng yoritadi. Asarda voqealar asosan ikki yo'nalishda rivojlanadi. Biri inson taqdiri va uning ichki dunyosi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchisi tabiat va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni aks ettiradi. Romanning asosiy g'oyasi inson o'z vijdoniga xiyonat qilmasligi, haqiqat va adolat yo'lida chekinmasligi kerakligidir. Agar inson ma'naviy qadriyatlarni unutsa, bu nafaqat uning o'ziga, balki butun jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, Qiyomat romani insonni fikrlashga, o'z hayotini qayta ko'rib chiqishga va ma'naviy tozalikka intilishiga undaydigan buyuk asardir. Bu asar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan va har bir o'quvchi uchun katta saboq bo'lib xizmat qiladigan asarlardan biri hisoblanadi. Aziz kitobxonlar, sizlarga Chingiz Aytmatovning Qiyomat romanini o'qishni tavsiya qilaman.